Amerika yiqilg'u bahosining o'sib ketishiga qarshi turish uchun neft eksport qilguvchi davlatlar tashkiloti OPEC va boshqa bir qism ishlab chiqaruvchi davlatlardan tarkib topgan OPEC guruhini neft ishlab chiqarish miqdorini yuqori ko'tarishga chaqirdi. Amerika davlat bexatarlik maslahatchisi Jon Sullivan yozma bayonotida yiqilg'u bahosining o'sishi kontrol qilinmasa, yer shari iqtisodining asliga kelishiga ziyon yetkazish xavfi bor dedi. İran Oliy davlat bexatarlik kengashining bosh kotibi Ali Shamhani Iranning Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lishidagi siyosiy to'solg'ular tugatildi dedi. Ali Shamhani Twitter hisobidagi bayonotida Rossiya bexatarlik kengashining sekretari Nikolay Patrushev bilan telefonlashganligi to'g'risida uchur berdi. Qırğızistan Türkmenistandan 501 milyon 900 ming kilowatt soat tok import qiladi. Qırğızistan Energiya va Sanoat Ministrligining bayonotida Energiya va Sanoat Ministri Do'stgul Bekmurzayev va Turkmeniston Energiya Ministri Jamirat Purchikovning elektr energiyasi eksportini tashabbus qiladigan bir kelishmaga imzo qo'yganligi bayon qilindi. Uyg'ur klassik adabiyoti sohasida tadqiqotchi, darslik tuzuvchi va o'qituvchi bo'lib, oz kam 40 yil xizmat qilgan Shinjon Universiteti Filologiya institutining professori G'ayrat Osman 2018-yili tarbiyalashga elib ketilgan va bultur 10 yillik kesib etilgan. Ma'lum bo'lishicha, G'ayratjon Osmanning o'zi tuzgan barliq darslik kitoblari va tadqiqot asarlarida Uyg'ur madaniyatini haddidan ziyoda ko'kka ko'tarish orqali davlat madaniyatini, ya'ni Xitoy madaniyatini chetga qoqqanligi va necha avlod Uyg'ur o'quvchilarga bo'lgunchilik ideyasini singdirganligi uning asosliq jinoyati sifatida tilga ilingan. Uning atalmish jinoyatlari orasida Turkiyaning Bursa shahrida o'tkazilgan bir turkologiya yig'iniga qatnashganligi qayd qilingan. Qatar 2017-yili Paris qo'ltiqi krizisi portlagandan buyon tunji qatim Saudiya Arabistonda bosh elchi tayinlanganligini e'lon qildi. Germaniya temir yo'l shirkati bilan maoshni oshirish suhbati muvaffaqiyatli bo'lmagandan keyin Germaniya shoferlar birlashmasi a'zolari mamlakat miqyosida ish tashildi. Butun mamlakatdagi shahar ichi va shaharlar orasi poyezdlarning ko'pinchisi to'xtab qoldi. Bu shahar ichi va shaharlar orasi uzun yo'lliq yuk va yo'lovchilar poyezdi mulozimatini falaj holga tushirib qo'ydi. İsrailiyning ishg'oliyat ostidagi Iordan daryosining g'arbiy qirg'og'idagi yahudiylar uchun 2200 yangi turalg'u selishni tasdiqlashga tayyorlik qilayotganligi e'lon qilindi. Egilanishicha, Isroiliya davlat mudofaa ministrligi qarmog'idagi yuqori darajalik ma'muriy boshqarish komiteti kelar hafta yig'in chaqirib Iordan daryosining g'arbiy qirg'og'ining har qaysi joylarida 2200 yangi turalg'u uy selish planini tasdiqlaydi.